Mubashir Ahmad nomi bilan tanilgan shaxs. Men u kishidan bir necha bor muloqotda bo'lganman va shu vaqtgacha o'zini vataniga yomonlik qilganligini, jinoyat qilganligini ko'rmaganman. Mubashir Ahmad ustoz hazratning tarbiyasini topgan, haqiqatda chin dildan samimiy bir olim inson. Mubashir Ahmad el, yurt davlati uchun, millat taraqqiyoti uchun jonini fido qilib xizmat qilgan o'zbek ziyolilarining kamsonli namunalaridan biridir. Mubashir Ahmad domlani vatanni sevadigan, vatanga xizmat qiladigan, boshqalarni ham shunga chorlaydigan olim sifatida taniymiz. Ko'pchilik chatlarda ham yozishdi Mubashir Ahmad domla to'g'risida aytasizmi deb. Aytamiz, biz bu insonni kim deb bilamiz? Yurt qayg'usidagi, millat qayg'usidagi inson deb bilamiz. Aynan mana shunday. Yorug'likni to'sganlar ko'p. Ammo quyoshni hech kim yenga olmagan. Shamni o'chirganlar faqat o'z ko'zlarini qorong'ulikda qoldirdi. Ko'ngillarda bir nur bor. Ishonch. Biroq uni tartib deb o'lchamoqchi bo'ldilar. Holbuki iymon shamini o'chirib bo'lmaydi. U yurakdan yurakka o'tadi. Har so'zni eshitadi. Shuningdek, jimlikni ham. Ular suvni to'sadi, biroq suv bulut bo'ladi. Bulutni tuta olmaydi hech kim. Ular shamni o'chiradi, vaholanki sham hid bo'ladi, hidni ham tutisha olmaydi. Ular sajdani hisob bilan o'lchaydi. Tasbihni tartib bilan bog'laydi. Ammo har yurakda bor bir kabi, uni hech bir devor bilan to'sib bo'lmaydi. Ular qonunni tosh bilan yozadilar, ammo toshda hayot yo'q. Ular yurakni to'xtatmoqchi bo'ladilar, holbuki yurakni faqat yaratuvchi biladi, boshqasi emas. Ko'ngilni jimlik bilan bog'ishadi. Ammo jimlikda Alloh ovozi bor. Ular jimlikni yo'q qilmoqchi, biroq jimlikni yo'q qilish ilojsiz. Har zamonda xuddi shunday bir to'lqin chiqadi. Haqiqatni yuvmoqchi bo'ladi, biroq har safar to'lqin ortga qaytadi. Garchi sohilda yozilgan bitiklar o'chirgan holatda bo'lsa ham. Ey inson, yuragingni himoya qil. Zotan ular yuragingdagi shamni o'chirishga urinadi. Biroq sen uni sham emas, quyosh deb bil. Quyoshni hech kim qo'l bilan o'chira olmaydi. Mayli birodar, yaxshi qil. Charchagandirsan. Men ham dars qildim. Xayr.